Bugungi millat ziyosi forumi bu nafaqat uchrashuv, balki yangi g'oyalar, ilm va o'z ustida ishlash sari muhim qadamlar. Odamlar to'g'ri momentda, to'g'ri joyda bo'lib qolishi juda ham ahamiyatli. Qizlar akademiyasi platformasi jamoasi bilan birgalikda bugun mentorlarimiz bilan TIF universiteti talabalari uchun ochiq muloqot tashkil etdik. Aynan qizlarni qiziqtirgan savollariga javob berdik. Bu kabi loyihalarimizni tizimli mamlakatimizning har bir oliy ta'limlarida tahsil olayotgan talabalarga yetkazishni niyat qilganmiz. Aynan TIF universitetining talabalaridagi ishtiyoqni, qiziqishni ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Umid qilamanki, bu kabi loyihalar qizlarning shaxsiy rivojlanishlari, kasbiy rivojlanishlariga yordam beradi. Universitetimizda Millat ziyosi nomli ayol qizlar forumi bo'lib o'tdi. Bunda Qizlar akademiyasi mentorlari ishtirok etdi. Bu menga juda ham yoqdi. Ayniqsa Marjona Jo'raqulova va Zebo opalarni bergan ko'rsatmalari, yo'l yo'riqlari bizning hayotimizda juda ham asqotadigan bilimlar bo'ldi. Buning uchun universitetimiz rahbariyatiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ko'zlangan asosiy maqsad qizlarimizni bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazgan holatda Yoshlar ishlari agentligi tomonidan tashkil etilgan Qizlar akademiyasi platformasidagi bir qator bepul bo'lgan kurslarni yuklab olib o'rganishdir. Shaxsan o'zim ushbu kurs doirasida tadqiqot metodologiyasi, ilmiy ish metodologiyasi kursi rahbariman va aynan 10 ta darsdan iborat bo'lgan kursimda qizlarimiz qanday qilib to'g'ri ilmiy ish qilish kerak, qanday tadqiqotlar olib borish mumkin va albatta ushbu tadqiqotlar asosida xorijiy grantlarga topshirib xalqaro grantlarni yutish sir-sinoatlari ham bo'lishilgan. Barcha qizlarimizni ushbu kurslarni o'rganishga chaqirib qolgan bo'laman. Taklif uchun albatta rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi Millat ziyosi ayol qizlar forumiga albatta tashrif buyurdik va bu yerdagi emotsiyalar juda ham zo'r bo'ldi. Har bitta spikerlarning o'z bilimlari, bizga berayotgan malakalari juda ham ajoyib bo'ldi va biz ulardan albatta kelajak uchun foydali ma'lumotlar oldik va o'z yo'limiz uchun yanada yuksak maqsadlar qo'ydik desak adashmagan bo'laman. Bugungi forumga kelgan barcha spikerlarga rahmat aytaman. O'zimga bo'lgan ishonchim yanada oshdi. Buning uchun rektorimizga ham juda katta minnatdorchilik bildiraman.